ba'zi birovlar sochingizga tushib qirovlar. Sizdan zo'ri yo'q ekan dadam, sochingizga tushib qirovlar. Sizdan zo'ri yo'q ekan dadam, yo'qchilikda sinmagan dadam, farzandlarin o'ylagan dadam. Keling bitta bag'rimga bosay, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam, yo'qchilikda sinmagan dadam, farzandlarin o'ylagan odam. Sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Yürüyen bu ko'chalardan o'tayapman, ketyapman dada. Bollarimga to'ylar qilay deb yashayapsiz, sezyapman dadam. Birovlardan kam bo'lmasin deb boringizni berdingiz dada. Davr keldi, davronlar suring, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Davri keldi, davronlar suring, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Yo'qchilikda sinmagan dadam, farzandlarin o'ylagan dadam. Keling bitta bag'rimga bosay. Assalomu alaykum latofatli xonimlar va hurmatli janoblar. Bugun sizlar bilan yana Sipamna jamoangiz ogohiy tabrik jamoasi shunday fayzli oqshomda ko'rishtirgandan beg'at mamnundir. Mana bugun ogohiy mahallasida bo'lib o'tayotgan fayzli kechamizning qiroli bo'lmish Muhiddin og'ajonimizni tavalluddan topgan kunlar ekan. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilagan holda bitta savol bilan izlasak. Muhiddin og'ajonim, siz tug'ilganingizda shunday syurpriz bo'lsin, ya'ni ogohiy tabrik jamoasi tashrif buyurishni kutladingizmi? Mikrofona gaplangan endi. Ona bilinmay kim ekan? Muhiddin og'ajonim, siz tug'ilganingizda shunday syurpriz bo'lsin. Asosiy sababchilar sevinchli o'g'lingiz va ayolingiz Farg'ona onajonimiz nomidan tashrif buyurgan marhamat gulduros qarsaklarimiz bilan olqishlab qo'ysak. Muhiddin og'ajonim, endi she'rda sevinchli o'g'lingizni nomidan bir she'r o'qib ko'rsam, ijozatingiz bilan shu she'rni o'qib eshittirsam. Yo'qchilikda sabr qil degan, to'qchilikda shukr qil degan, ne bo'lsa ham Allohdan bilgan. Davlatimsiz davlatim otam, yer-u ko'kda ijobat qilgan, tilagimni muhayyo etgan, hammasini Allohdan bilgan. Davlatimsiz davlatim otam, kasal bo'lsam bo'lib parvona, dardim olar sekin pinhona, shifo so'rar har kun duoda. Davlatimsiz davlatim otam, onam bilan bo'lsangiz shodon, hajga bir bor jonatay shu on, duodasiz shunda ham hamon. Davlatimsiz davlatim otam. Muhiddin og'ajonim, siz yana bir bor tug'ilganingiz bilan tabrikli mayloqqa uzoq umr ko'rgaysiz. Xudo xolasa endi bu davramizni kengroq olib turib, safarlarni borib yana tabrik kelib o'tirish bizlarga nasib etaversin. Hurmatli mehmonlar, keyingi navbatni ogohiy tabrik an'analariga sodiq qolgan holda go'zal niyatlarga bersak. Sizdan savol Muhiddin og'ajonimizning otasining so'zi vatini bersak, marhamat. Yaxshi, bolam umri uzoq bo'lay, bizlardan gari olib, oqda cho'q bersin. Yaxshi. Tug'ilgan kun ekan, tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Farzandlarini baxtli iqbolini ko'rib yurmakdek nasib etgay. Uzoq yosh bergay, keng davlat bergay. Yetmas davlat bergay. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bergay.
Endi she'rda muhudda g'azalimizni juft haloli to'lg'an Ramazonimizdan bir chiroyli niyatlarni istak marhamat. Demoningiz bilan tabriklayman. Bizlar baxtli sog' bo'lin. Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 40 yoshga kelgan ekanmiz. 40 yoshga kelishim nasib etsin. Ağam bilan miyman uzoq umr. Avvalambor bozordan uzoqlar. Den qarasizlar. Xursand abi yaxagay. Yo'ling uzoq bo'lsin. Gelin bilan teng qarqaysan. Shu bozorda gelin miymanida teng qarqay yurgaysanlar. Yigirma yil sara girib Otanın eldinde şimdi sağlama yürüyecekler. Şu bağların toyundan şu bazan sağ ol. Bize şu toylarda hizmet edip yürüyemiz. Her bir şey şu kanalında toy olsun. Toy defkelik. Bu kadar tebriklimiz yine. 40 yaşımız. Adil abi. Endi marhamat keyingi jadvaldan davomimizni boramiz. Marhamat. Şuradaki aytılan gaplara qo'shilib muhitga uzoq yashdinimiz. Barcha tabrikimiz sog'lom yurgan bog'larimiz vaqtimizda to'ylarni ko'rib o'tirmoq hammamizga nasib etgan. Endi she'rda muhudda g'azalimizni san'at ijrosi bor ekan. Marhamat ulardan ham bir chiroyli niyatlarni istak marhamat davramizga taklif qilamiz. Rahmat. Tebriklayman joy. Uzoq yashag'aysan. Otaning eldida bosh bo'lib yeysan. Xulosan bosh bo'lib yeysan. Endi she'rda muhudda g'azalimizni yana bir xush ijrosi bor ekan. Marhamat ulardan ham bir chiroyli go'zal niyatlarni eshitib qolsak. Yıllık jubileyim mübarek olsun. Şimdi 40 yıl dep gelip olsak endi 50 yıl dep geleyik. Ne diyeyimiz başka? Bazı şu balanızı uzak ömür keng devlet eldinizde şu takıma oynap gülüp şu bağlar rahatını görüp oturmak nasip etsin. Özü istegençe yaş versin, ömürleri uzak olsun. Hemşe şu toy olsun, toy dep gelen şu kanadan. Rahmat. Cahir Bey, Şahsat Bey degan ailerim var benim. Ailerim yok bu abi. Şahsat Bey. Ailerim var ki iki kilesi var bugün. Bugün toyda eleştirmişler, öyle toyda. Bu da tebriklayman. Ömrünüz uzak olsun. Şu 100 yaşına gelgenler şu gel oturuş nasip etsin. Bağlarınız toyundan gel oturuş nasip etsin. Rahmat go'zal niyatlar uchun. Dunyoda g'amim yo'qdir armonim. Yonimda bo'lsangiz shu toju taxtim. Allohga shukrona aytaman doim. Dada, borligingizning katta baxtim. Yiqilsam yonimda tirgak bo'ldingiz. Boshingni tek ko'tar bolam dedingiz. Keragidan ortiq mehr berdingiz. Dada, borligingizning katta baxtim. Sizdan qarzlarimni o'zganimcha yo'q. Siz bergan mehrni berganimcha yo'q. Hali sizga rahmat aytganimcha yo'q. Dada, borligingizning katta baxtim. Dunyo lazzatlarini chetga surgansiz. Bolam o'qisin deb ishlab yurgansiz. Axir bu bardoshni qaydan olgansiz? Dada, borligingizning katta baxtim. Endi duo qilib tursangiz bo'ldi. O'ylamang, ro'zg'orni kamlari to'ldi. Baxtimga salomat yursangiz bo'ldi. Dada, borligingizning katta baxtim. Rahmat azizlar, marhamat keyingi navbatni Ogahiy tabrik an'analariga sodiq qolgan holda go'zal raqslarga bersak. Men biyim bilan baxtli bo'lin. Marhamat keyingi navbatni kulgiga. Oynamanınız,
alacağım dinle. Sizler güzel raqslar uchun. Ana endi konsertlar, tilaklar, güzel raqslar va noqlaslarga boy tug'ilgan kun loyihamiz ham o'z ixlos etmoqda. Bu kun bejiz emas, bu kun o'zining tug'ilgan kunini nishonlayotgan muhitdan Ramazonimiz uchun unutilmas sahifalardan biri bo'ladi degan umiddaman. Bugun sizlar bilan yuragingizdan joy olgan jamoa Ogohiy tabrik jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.